Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Turon Bank Navoiy bank xizmatlari markazi bilan hamkorlikda Navoiy viloyati Navbahor tumani Beshrabot mahallasidagi 483-sonli kontirda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sholining lazer navi ekilgan. Yer maydoni 10 gektar. Yerning uzunligi 384 metr, bo'yi 260 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida, ekinlarni yetishtirish 127 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orish, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish nazarda tutilgan. Ushbu loyihaga 16 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklariga o'rtacha 60 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Boqiy istiqboli fermer xo'jaligi bilan birgalikda Turon kooperativ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektarga 6 tonna, jami 60 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin ham nazarda tutilgan bo'lib, qish mavsumida bu yerda piyozning yuqori narxga ega bo'lgan navlari yetishtirish nazarda tutilgan.